alaykum qadrdonlar. Mana Ariston tozalash jarayonini video qilyapmiz. Shu odamlarga manfaatli bo'lsin deb. Shu Ariston tozalash, shu Ariston haqidagi videolar juda ko'payib ketdi. Albatta bir hech prosmotr yig'ish yo bir vahima qilish niyat yo'q. Oldin mana Aristonimizni kelamiz, to'kdan sug'uramiz. Hop keladi. Ana keladi, to'kdan sug'urdik. Endi tepada zaxira yo'nkisi bor. Kranligini bekitamiz. Pastda nasosimiz bor, nasosni ham sug'urib berganmiz to'kda. Endi mana obratnik klapan bo'ladi. Obratnik klapanning pastida bo'shaydigan joyi bor. Ashitdan bo'shatib, keyin suv tomonda ochsak, metdan suv tushadi. O'shanda Aristonimizning suvi tushib ketgan bo'ladi. Keyin yechib olsak bo'laveradi. Endi hozir yechib olamiz. Natdan havo kirgandan keyin suv chiqishni boshlaydi mana. Net ochilgandan keyin suv chiqishda ikkita bo'lsa bo'ladi. Mana bo'shatilib. Keyin mana bu kabel o'tgan joydan ham ikkita bolt bo'ladi. Shuni ochiladi. Bu tomonga ochiladi. Albatta termostat shuplari bo'ladi mana bu yerda. Shikon chiqib olmaydi. Kichkina probkachasi ham bor. Doim cho'ttasi uzuni oldinda, mo'kaltasi kichkinadan. Bu yerda probkachasi bilan suv quyiladi. Bitta massasi bor mana. Massasini bo'shatiladi. Qora o'ng tomonda qizil chap qo'yiladi. Bitta boltimiz bor, termostat. Shuni bo'shatib bu yoqqa. Ikkitali kulchimiz qirvochdan bo'shatib mana bo'ldi. Endi tentimizni ehtiyotkorlik bilan olib olamiz. Transport. Mana shu qo'yib qattiq totib olmaymiz. Shu qo'ylarni tushirib ayni tushirib yaxshi. Ko'ring. Portlash o'shandan Men portlashi juda kamdan kam holatda portlaydi. U portlamasligi suvni qattiqligiga qarab to'lish tempi sho'xaylashi. Suvni qattiqligiga qarab tezroq yo sekinroq bo'ladi.